Assalomu alaykum hammaga. Mana avvalgi videolarimizni ko'rsatgandik. Samozyagimiz klientga yoqmagan. Shu tarafdan chaqirishgan. Videoni tuzib turib, noldan ko'rishingiz mumkin. Ozgina o'zgartirishlar kiritganmiz. Bitgan holatini ko'rishingiz mumkin. To'g'rini o'pishga qo'yilgan va bu joyga svetiniy qo'yib yuborilgan. Choklarni ham ko'rishingiz mumkin. Har bitta gullarini o'zinikini o'ziga qayraganmiz. Devoldagi oqlarimizdan har bittasi guliga tushgan. Bu joyga polka yasab berganmiz. 45 gradusimiz ham hammasi chiroyli holatda. Germetiklar ham o'ta chiroyli holatda chiqqan. O'zini svetidan qilib turib qilganmiz. Pluslari ham va polni ham ko'rishingiz mumkin. Bu tomon bilan bu tomon даже bitta liniyaga tushgan. To'g'rimiz ham liniyasi bitta bo'lib kelgan. Uchta tomon liniyasi ham bir-biriga tushgan va chashalarimiz ham kafel bilan teppa-teng bo'lgan va o'rtaga uklon tushgan. O'pish suvimiz ketishi. Bitgan holatini ko'rdingiz. Oldingi holati bilan keyingi holatini.